Bitta erkak sanki nimadir olib kelsa, bitta rozichkani ko'tarib kelsa ham, voy deb ichingdagi bo'ladi bolachani uyg'otishing bu juda ham kerak. Bu bo'lmasa qiziq bo'lmaysan erkakka. Men bir erkakniki suyanchiq bo'lishim kerak, suyanishim kerak. Mani yonimda tog'im bo'lishi kerak va men unga suyana olishim kerak, erkalanishim kerak degan narsa bo'lishi kerak. Chunki biznesdagi ayollar bilasizmi, biznesda qancha kuchayib ketgan sari erkalanishni unutib qo'yishadi. Как это deydi erkalanish? Zachем deydi? Nimaga kerak erkalanish? Senga kerak bu, sen ayolsan, chunki senga erkalanish giper kerak, juda ham kerak. Erkakning oldida bunaqa jostki temir ayol вообще kerak emas. Ba'zan shunaqa bo'ladiki, успешный oilani ko'rasizda, ayoli juda успешный, juda chiroyli, juda ham o'ziga qaragan, chiroyli, puli bor, hamma narsasi bor, eri yuradi. Erini boshqa oilasi bor. Nega degan savol tug'iladi-da. Aynan shu uchun. Chunki sen unga erkak bo'lishga bermayapsan. Sen unga oilada erkakligini namoyon qilishga, bir ayolni orqasidan g'amxo'rlik qilishga, g'amxo'r bo'lishiga ruxsat bermayapsan. Kerak emas, men o'zim qilaman, men o'zim eplayman, menga kerak emas degan pozitsiyada yashayapti-da.